Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kaster studiyasi va men hozir sizlarga qanday qilib akkauntni parolini o'zgartirish mumkinligini ko'rsatib beraman. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan videomizda biz qanday qilib akkaunt ochish mumkinligini ko'rgan edik. Endi bu videomizda esa shu akkauntni parolini o'zgartirish mumkinligini ko'ramiz. Birinchi navbatda любой bitta brauzerga kirib olamiz va myaccount.google.com saytiga kiramiz. Ko'rib turibsiz, mana bunday stranitsiya chiqadi va mana tepada Void tugmasini bosamiz. Mana kirib oldi. Endi akkaunt qo'shamiz. Hozir men mana bu akkauntni tanlayman. Va endi bu yoqqa parolni yozaman hozir. Va mana endi bu akkauntga kirib oldik. Void qilib oldik. Endi mana pastroqda tizimga kirish va xavfsizlik. Bu hozir menda o'zbekcha, sizlarda ruscha bo'lib chiqadi. Mana pastroq desa parol degan joyi bor. Mana parol. Kiramiz shu yoqqa. Bu oxirgi marta 4-fevral kuni soat 8:51 da almashtirilgan ekan parol. Hozir yana bir marta almashtiramiz. Сначала подтвердите, это ваш аккаунт. Так. Eski parol yozamiz bu yoqqa. Далее. Va yana mana yangi parolni yozamiz. Va mana yangi parolni kiritdik. Endi parolni almashtirish tugmasini bosamiz. Ruschada smenit parol bo'lib turadi. Mana bosib oldik. Va mana parolingiz o'zgartirildi dedi. Boshlash bosamiz. Shu bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat aziz do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.